Battar bu, ajab bo'pti. Yuringlar qizlar. Sen bitta o'g'il va opalaring ko'p bo'lishini o'ziga yarasha plyus va minus tomonlari bor. Oldin opalarimni tanishtirsam, bu katta opam. Uzr bunisi emas. Mana bunisi. Boksyor, Sodiq Tayson. Bu esa kenja opam sevimli mashg'uloti xo'ngillash, ya'ni ozgina yig'loqroq. Mana bu eng mazza joyi. Sardor, krim bo'lsa ber, yuvib beraman. Uka, ovqat qalay chiqibdi? Ma, uyga vazifalaringni qilib qo'ydim. Rahmat. Arzimaydi. Ha, minus tomonlari esa Sardor, ayta bitta bola opangga gap otdi. Yur. yo'q-a? Kim ekan? Bitta o'zing 3 ta opangga qorovullik qilishing kerak. Yomon tepdi lekin. Yaxshi debdi. Eng zo'r tomoni, opalaring bir-birlarining kichkina bo'lib qolgan kiyimlarni kiyib katta bo'ladi. Deyarli yangi kiyim olishmaydi. Sen esa faqat yangi kiyinasan, chunki bitta o'g'ilsan. Lekin bitta o'g'il bo'lsang, Sardor, ha, qara kimdir chaqiryapti. o'zingiz qaroving. Erkak kishi ekan-da.